Assalomu alaykum hurmatli QAFning kuzatuvchilari. Qo'qon universiteti Andijon filialidan ajoyib yangilik. Qo'qon universiteti Andijon filialida endi QAF pochtasi yo'lga qo'yildi. Qanaqa pochta demoqchimisiz? Endilikda QAFda faol bo'lgan, ko'plab tanlovlar, musobaqalarda birinchilikni qo'lga kiritgan va oraliq yakuniy nazorat imtihonlarini 4 ga yoki 5 bahoga yopgan talabalarimizning mahallasiga bitta va ota-onasiga bittadan tashakkurnoma yuboriladi. Demak, QAF pochtasini siz mahallangizda ko'rib qolsangiz, bilingki, bizning Qo'qon universiteti Andijon filialida sizning mahallangizdan bitta a'lochi talaba o'qiydi. Birinchi baxtli talabamizning mahalla raisiga hamda ota-onasiga tashakkurnomalarni topshirish uchun yo'lga chiqamiz. Demak do'stlar, biz Andijon shahar Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurdik. Bizni 5 nafar a'lochi talabamiz aynan shu mahallada istiqomat qilar ekan. Ketdik. Do'stlik mahallasini fuqarosiligiga men xursand bo'lyapman. Albatta xursandchiligim cheksiz. Qo'qon universitetini Andijon filialiga rosa katta rahmat. Chiroyli narsalarni yo'lga qo'yibdi. Bu yoshlarimizga rosa katta motivatsiya beradi. Bu yana ham yaxshiroq o'qishga, yana ham yaxshiroq bir mutaxassis bo'lib yetishishga xizmat qiladi. Buni orqasidan shu prezidentimiz ishonayotgan yoshlarimiz yana ham chiroyli mutaxassislar bo'lib yetishadi. Juda ham yaxshi yo'lga qo'yilibdi. Bundan ota-onalar, mahallamizdagilar hammalar xursand bo'layapti. Biz ham juda ham xursandmiz. Juda ham yaxshi bo'libdi. Rahmat, sog' kam bo'lmaylar. Hurmatli talabalar, darslarda hamda universitetimizda bo'layotgan jarayonlarda faol bo'ling. Shundagina QAF pochtasi sizning ham mahallangizdan o'tadi.